Highlighteri hali ham qatga surishi bilmaysizlarmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Kosmosdan yaltirab turishi sizlarga o'rgataman. Birinchi o'rinda highlighteri qoshimizdan tagiga surishimiz mumkin. Bu vizualni qoshinglarni balandroq ko'rsatadi va tolalarni ham yaxshi bekitib beradi. Keyingi qismimizni suyagimizni ustidan boshlab, vizualni dumalroq dvijeniyalar bilan burunni atrofiga yaqin olib kelib highlighteri suramiz. Svejий vid beradi va juda ham chiroyli tortilgan effekt beradi. Highlighteri yana lablarni vizualni katta bo'lishi uchun tepa qismiga ham surishingiz mumkin, faqat bunda burtirib olish kerak emas, bo'lmasa mo'ylovga o'xshab qoladi. Ko'zimizning ichki qismini vizualni kattaroq ko'rinishi uchun ham qilsak bo'ladi, faqat ichiga kirish kerak emas. Agar ichiga kirgan bo'lsa, kechasi bilan yig'lab chiqqan effekt bo'lib qoladi. Juda ham ko'p qizlarda ko'rgan xatoligi ham highlighteri burunga surish, vizualni juda ham xunuk ko'rinadigan qilib surib olishadi. Sizlarga bitta lavha o'rgatmoqchiman. Kam produktni uchiga ozgincha suramiz. Прям ko'p qat cho'chqaning burunidek qilib emas. Takже bunga parallelna tepadan chiziq tushiramiz. Barmog'imizda uchini tushavach qilishimiz mumkin. Ikkala части. Highlighteri qanaqa ishlatish kerakligini ko'rishingiz mumkin. Bitta tarafimda vizualni o'zgarish, ikkinchi tarafimda shunchaki makiyaj. Bunaqa layfhaklarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.